Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Labbay. Savollarim bor edi. ESL programmasi haqida eshitib qoldim va menda savollar tug'ildi. Nimaga aynan qaratilgan? Asosiy maqsad nima bu programmalar degan savol. Yaxshi savol. Bizlar loyihalar yozishdan to'xtamaymiz. Har xil loyihalar bo'lar ekan dunyoda. Shulardan bittasi ijtimoiy tadbirkorlik dedilar ekan. Bu tadbirkorlik qanaqa tadbirkorlik? Bu kommersiya emas, bu biznes emas. Chunki topilgan har bir tiyin bu ijtimoiy muhitni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Siz bilasiz, men pedagogman. Pedagoglarning taqdiri, pedagoglarning malakasi meni juda ham qiziqtiradi va oxirgi vaqtlar, mana shu oxirgi 1 yil 2 yil bo'lib qoldi shekilli, men OSCEni topshirdim, lekin ingliz tili o'qituvchilaridan juda ham ko'p savol olaman. Firuz Musayn, men qanaqa qilib C1 topshiraman, menga sertifikat bering, bunday qiling deyishadi. Lekin har biriga sertifikat berish juda ham qiyin. Просто tak bera olmaysiz. Agar ularning ustida ishlamasangiz, agar o'zingizda ishlaydi desangiz, hozir olmasam meni ishdan haydashadi deydi. Bu bitta masala edi. Ikkinchi masala, bizlar bilasiz, YLDPni 11-avlodisiz. 10-avlodida biz e'lon qildikki, bizlar O'zbekistonda butun regionlarda ham YLDPni ochamiz dedik. Bir narsani va'da qilsangiz qilishingiz kerak-da. Shuni public mediaga aytib bordim men, qilamiz dedimmi, demak qilishimiz kerak. Keyin rosa ko'p izlandik. Mana hozir o'zimiz volontyorlarimiz bilan English as a secondary language for all degan loyiha chiqdi. O'zbekcha nomi ingliz tili hamma uchun degan. Bunga qanaqa qilib kimlar ishtirok etish mumkin desangiz, hamma pedagoglar. Chunki ingliz tilini bugun faqat ingliz tili o'qituvchilaridan emas, boshqa o'qituvchilardan ham so'ralyapti. Chunki ingliz tili dunyo tili bo'lib kirib kelyapti. Boshqa tillarni o'rganish ham mumkin, lekin ingliz tili asosiy til bo'lib qoldi. Shuning uchun biz bu loyihaga bizning partnyorlarimizga murojaat qildik. Bu partnyorlarimiz Pinnacle Teaching Solutions degan kompaniya. Bu kompaniya O'zbekistonda o'qituvchilarni olib keladi. Turli vazirliklarga, ta'lim muassasalariga, qishloq joylariga. Endi u aytibdi, menda yangi kelayotgan o'qituvchilarni Amerikadan olib kelishim uchun nima qila olasan dedi. Men aytdimki, "Vo, bilasan, zo'r loyiham bor. Faqat bitta sharti bor. Ularning 1 yil menga volontyorlik qilish kerak" dedim. Keyin ular aytdiki, "Qanaqa qilib volontyorlik qiladi?" 1 yil dars beradi dedim. Har hafta 1 marta chiqadi. 2 soat nimada Zoomda dars o'tadi. Biz uni yozib olamiz. Keyin tarqatamiz. Lekin bu prosta yozib olish emas. Ana shu Zoomda kim ishtirok etadi degan savolga har bitta o'qituvchi o'zini 10 ta o'quvchisi bilan kiradi. Masalan, ular umuman ingliz tilini bilmasligi mumkin. To'g'rimi? Ingliz tilini bilmasa nima qilamiz degan savol bor. Hozir shunday anaqa texnologiyadan foydalansangiz, bu inglizcha gapirgan sayin ular o'zbekchaga tarjima qiladi. Ular savol bermoqchi bo'lsa, gapira olmasa, messajda yozib yuboradi. "Ey, menga qara, Richard, men unga nima deb deysan?" deydi. Endi bizlar o'zbekmiz. O'zbek ta'lim tizimida hamma narsani maksimal darajada bizlar chetdan kelayotgan g'oyalarni, bolalarimizga qanday ta'sir qiladi, onalarga qanday ta'sir qiladi, otalarga qanday ta'sir qiladi, shularni o'ylashimiz kerak. Shuning uchun biz ularga temani berdik. Juda ham yaxshi, rahmat. Keyingi savolim, bu aynan qaysi yoshdagilar uchun mo'ljallangan? Farqi yo'q. Aslida biz aytdik 4-klassdan keyingi, masalan, 5-klassdan 9-klass, 10-klass, 11-klass bo'lish farqi yo'q aslida. Sizni yoshingizdagilarga ham qiziq bo'lishi mumkin, sababi siz ingliz tilini bilasiz. Sizni rolingiz boshqacha bo'ladi. Siz o'zingizni mahallangizda yoki qishlog'ingizda yoki o'zingiz tumaningizga o'ziz o'qituvchilarga borib aytishingiz mumkin. "Ey, men qaranglar, Zoomda xohlaganingcha odam kirishi mumkin." O'zi eng katta Zoom 11 mingtalik ekan, shu 11 mingtalikni olmoqchimiz biz. Ya'ni nasib bo'lsa tasavvur qiling, 11 mingta odam bir-birini ko'rsada aloqaga kirishdi. Bu yangi texnologiyalardan foydalanish, bu o'qituvchilarni texnologiyalarga olib kelish, bu internetdan to'g'ri foydalanish va hokazo juda ham win and win deydi-da inglizchasiga. Sizga ham ma'qul, ota-onalarga ham ma'qul, o'qituvchilarga ham ma'qul. Juda ham zo'r. Hozirgi kunda mana shu siz aytgan programmaga o'xshagan programmalar juda ham ko'payib ketyapti. Siz imенно shu ESLni qanaqa ajralib turadigan boshqa programmadan joylari bor deb o'ylaysiz? Ya'ni aytib o'tdingiz, o'sha Amerikadan teacherlar olib kelamiz dedingiz, juda ham zo'r. Yana qanaqa o'sha studentlar hozir maktabdan ola olmaganini ESLdan kelib olish mumkin bo'lishi mumkin. Boshqa savol, bu juda ham zo'r savol aslida. Bu savolni nima uchun men qanday ko'ryapman? Masalan, qishloq joylarida bu
Amerikaliklar qishloq joylarda dars beradimi, bermaydimi, yetib boradimi, yo'qmi bilmayman. Bu birinchi savol. Ikkinchisi, bugun O'zbekistonda 200 dan ortiq universitetlar ochildi. Hamma talabalar, o'qituvchilar bor ingliz o'rganish kerak. To'g'rimi? Shunaqa. Ularga kim yetib boradi? Bu onlayn Zoom media texnologiyalardan foydalanib, hozir bizlar juda ko'p odamlarga yaxshilik qilib tarqatishimiz mumkin. Ya'ni joyida o'tirib ham buni qatnashish YouTube'da alohida kanal ochamiz nasib bo'lsa. YouTube'da har doim berib boramiz. 52 ta dars nimaga yo'naltirilgan deb so'rang. 21-asr ko'nikmalariga, bilimiga emas, ko'nikmalariga. Bu katta narsalar. Nima uchun shu ko'nikmalar hozirgi 21-asrda ko'nikmalari muhim deb o'ylaysiz? Ish olishdami yoki? Chunki ta'lim tizimida siz bilasiz, ko'pchilik bilib o'rganadi, lekin amaliyotda qila olmaydi. Bizlar berayotgan ingliz tili amaliyotda qo'llanishi mumkin bo'lgan ko'nikmalar. Ya'ni 21-asr ko'nikmalariga nima kiradi? Bu faqat texnologiyadan mana YouTube'da ochalaman, Zoom'dan foydalanaman, bahoga o'zi emas, lekin buni nimalarda ishlata olasan ish joyingda degan savolga ular javob topishi kerak. Bu texnologiyalardan foydalanish masalan. Ikkinchisi analitik fikrlash deymiz. Mana 21-asr ko'nikmasi. Analitik fikrlash nima? Maktabda qanday berishim kerak o'qituvchi sifatida? Uni qanaqa qilib ishlataman degan savolga bu dunyo bo'ylab odamlardagi praktikani, tajribani bular olib chiqadi. Bir-biriga bilan shay qilishadi. Ajoyib. Rahmat kattakon, o'quvchilar uchun qanaqa imkoniyatlar borligini tushundim. Endi agar ustozlar tomonidan qarasak, ular uchun qanaqa juda ham yaxshi savol. advantagelar bo'lishi? Qarang, tasavvur qiling, siz qishloqdagi bitta zo'r o'qituvchisiz, harakat qildingiz, IELTS topshirdingiz, keyin bordingiz dars beryapsiz, sizni o'quvchilaringiz darajasi juda ham past. Siz avtomatik darajada pastga tushib qolasiz-da, bu o'quvchilaringiz bilan A1, A2 darajada muloqot qilaverasiz. 2 yildan keyin siz yana IELTS topshirishingiz kerak. Yoki teskarisi, boshqa bitta o'qituvchi bor, ingliz tilisi yaxshi emas, chunki kommunikatsiya qiladigan joyi yo'q. Shuni hisobiga nima qiladi? Asta sekin yana ingliz tili tushib ketaveradi, lekin davlat so'rayapti undan C1 bo'lsin, u qanaqa qilib C1 oladi? Bu muhit. Asta sekin muhit shakllangandan keyin hamma narsa hamjamiyatga bog'liq. Asta sekin o'qituvchilar o'zlarini hamjamiyatlarni topishadi, o'zaro muloqotga kirishadi va olgan narsalarni o'quvchilar bilan muhokama qilish jarayonida yana o'quvchilaridan ham pedagog o'rganadi. O'zi ham bir narsa bera boshlaydi. Juda ham ajoyib, menga hammasi yoqdi. Hammaga men tavsiya qilgan bo'lardim, ham o'quvchilarga, ham o'qituvchilarga. Hozir agar qo'shilmoqchi bo'lsam, nima qilishim kerak bo'ladi shu haqida savol. Anketadan o'tib, ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Bo'ldi, shunchalik osonmi? Shunchalik oson. Juda ham ajoyib. Hammani taklif qilamiz. Rahmat.